Parrandachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori ichki iste'mol bozorini parranda go'shti bilan barqaror ta'minlash hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni ko'paytirishda muhim qadam bo'ldi. So'nggi yillarda sohada yaratilgan sharoitlar va loyihalar natijasida mahsuldorlik oshib bormoqda. Muxbirimiz parrandachilik korxonasi misolida mavzuni ochib beradi. Qishloq xo'jaligida parrandachilik yetakchi tarmoqlardan biri sanaladi. Xalqimiz tili bilan aytganda, parranda yetti xazinaning biri. Parranda boqish mol baraka omilidir. Qolaversa, parhez mahsulot iste'mol qilgan kishining salomatligi mustahkamlanadi. Ushbu tarmoq bilan shug'ullangan tadbirkorlar tez fursatda uning foydasini sezadi. Chunki tovuqning tuxumi go'shti sevib iste'mol qilinadi. Shu bois parrandachilik istiqbolli yo'nalishlardan biri. Chunki aynan parrandachilik aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etib, qishloqlarda aholining ish bilan band bo'lishida ham muhim. Shovot tumanidagi Qiyot mahallasida parrandachilik yo'nalishi bo'yicha bir qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Mana bu oilaviy korxona ham kam xarajat va serdaromad yo'nalish sanalgan parrandachilik sohasida samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Oilaviy tadbirkorlar tomonidan go'sht yo'nalishi bo'yicha 5000 dan ziyod tovuqlar boqilyapti. Bu tovuqlar 40-45 kunda tayyor bo'ladi. Har bir tayyor bo'lgan tovuqdan o'rtacha 2,5-3 kilogramgacha go'sht olish mumkin. Faoliyatini bir necha yil oldin boshlagan tadbirkor allaqachon daromadga kirgan. Tadbirkor parrandachilik borasidagi tajribasi va yutuqlari korxonani yanada taraqqiy ettirish bo'yicha rejalari bilan o'rtoqlashdi. 2020-yilda shu firmaxonamizni qurib tugatganmiz va davlat tomonidan imtiyozli 600 million kredit mablag'i olib, shu orqali do'mbok go'sht yo'nalishida bo'lgan parrandalarni yetishtirib, hozirgi kunda shu aholiga 35-40 kun o'rtasida 15-20 tonna o'rtasi go'sht yetishtirib berib turibmiz. Hozirgi kunda ikkita seximiz bor. Kelgusi rejalarda xudo xolasa o'zimiz faoliyatimizni kengaytirib, o'zimizda muzlatkich, uboyning xizmatlari, inkubator xizmatlarini ko'paytirib, tadbirkorlikni kengaytirish rejalarimiz bor. Yaxshilab o'rgansa, shu ishni ustasi bo'lib, tajriba kerak. 35-40 kun o'rtasida o'rtacha 40 million foyda ko'rsa bo'ladi. Kelgusida 30-40 ta ishchi o'rnatib, xalqimizga xizmat qilishda xudo xolasa harakat qilamiz. E'tirof etish kerakki, bugun mahallalarda mana shunday parrandachilik bilan shug'ullanayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Buning natijasida yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu esa o'z navbatida aholining turmush sharoiti yaxshilanishiga, daromadlarning ko'payishiga asos bo'lib xizmat qilyapti. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi rivojiga va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham zamin yaratmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda tumanda parrandachilik istiqbolli va qishloq xo'jaligidagi asosiy yo'nalish sifatida maydonga chiqmoqda.